Obunachilarim savollariga javob. Hammadan yaxshi ko'radigan dugonangiz bormi? Hammadan yaxshi ko'raman degan darajaga yetgan inson hozir hayotimda yo'q va balki shunisi ham yaxshidir. Siz idol bo'lganingizda guruh nomi va fandomingizning nomi nima bo'lar edi? Guruhimning nomi Eclipse bo'lardi. Bu degani yorug'lik va qorong'i uchrashadigan lahza. Xuddi bizning his-tuyg'ularimiz kabi. Va fandomim nomi Lunars bo'lardi. Bu degani oyga oid degani. Lunars meni hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Oy kabi eng yorug' paytimda ham yonimda bo'ladi. Shuning uchun men shu nomlarni tanlagan bo'lardim. Hayotingiz davomida kuchuk ishlab olganmi? Yo'q. Hali kuchuklar bilan urishish darajasiga yetmaganmiz. Ular bilan hozirchalik tinchlik shartnomamiz bor. Ular o'z yo'lida, men esa o'z yo'limda jimgina yuramiz. Oxirgi marta YouTube'da topgan dugonangiz. Oxirgi marta YouTube'da topgan dugonam bu cute Jenny. YouTube'da eng yaqin dugonangizdan keyingi o'rinda turadigan dugonangiz. Albatta birinchi o'rindagisi bu Pretty Rora. Twincham va ikkinchi o'rinda turadiganlar Yenso va Faridami. YouTube'dagi eng ustun ko'radigan dugonangiz. Albatta bu Pretty Rora. K-popni kim orqali tanidingiz? Albatta hech kim. Nega men ulardan ilhom olishim kerak yoki menga bu yoqmaydi? O'zim orqali va social media orqali. YouTube akkauntingizni kimga qiziqib ochgansiz? Va yana shu gap, nimaga kimdandir ilhom olib ochishim kerak? Hech kimdan, albatta o'zim qiziqishim bo'lgani uchun ochganman. Solini taniysizmi? Albatta taniyman. Ochig'ini aytsam, shu kungacha uni tanimasdim, toki o'sha voqea sodir bo'lguncha. Birorta yuborgan xatingizdan yoki postingizdan idollardan javob olganmisiz? Albatta javob olganman, Roradan, Ehyondan va Chikitadan. Roraga shunday savol berganman. Salom, yaxshimisiz? Meni chiroyli qiz deb o'ylaysizmi deganman va u ham ha albatta deb javob bergan. Va Chikitaga Serial yoki Ramyon deb yozganman. U esa albatta Ramyon deb yozgan. Va Ehyonda oxirgisida sizga qanaqa popkorn ta'mligi yoqadi deganman. U bo'lsa karamel ta'mligi deb javob bergan. Ochig'i o'shanda juda ham xursand bo'lib, xuddi o'tirgan joyimdan sakrab yuborganman. Hozircha part 1 tugadi. Part 2 uchun savollaringizni postda yozib qoldiring.